Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi harfimiz to harfi. To harfi yo'g'on chiqaramiz. To, to, tu. T'dan keyin i qo'ysak, o'shanda to'g'ri chiqadi. Kerakli joydan chiqadi. O'zinglar mashq qilib ko'ringlar. To'ni yozishimiz qiyin emas. Oson harflardan biri. Qo'limizni uzmasdan yozishga harakat qilamiz. U yog'idan bir kletka o'rtaga harf joylashtiramiz. Bu yog'iga yana bir kletka qoldiramiz. Bu ikki tomonlama qo'li bo'ladi. Endi oxirida ko'rinishida jicha pastga tushirib qo'yamiz. Bu tugadi degani. Yana bu qo'li deb o'ylab olmanglar. To. Bu samostoятельный formasi. Bu boshida kelishi. Yo'q, samostoятельный forma, adashib ketdim. Masalan, tolibun talaba degani. To ustiga a qo'ysak ham to o'qiymiz. O'rtada kelishi. Qo'limizni uzmaymiz, chapdan o'ngga yozamiz. Qo'shib yozib, ustiga harakatlarni qo'yib yozsanglar, mashq bo'ladi sizlarga. Tezroq qo'linglar o'rganadi, ham yodlab qolishinglar oson bo'ladi. Yozib o'rgatganim ko'proq yaxshi miyada saqlanib qoladi. O'shuning uchun yozib o'rgatyapman sizlarga harflarni. Ko'rib o'rgangandan ko'ra yozib o'rgansa ham ko'radi, ham qo'linglar ishlaydi, ham o'zinglar ichinglarda qaytarasizlar. Foydaliroq bo'ladi. Bu boshida, o'rtasida, oxirida kelishdagi formalarni yozib chiqdim. Shunaqa qilib bitta daftarga to'ldirib yozinglar o'zinglarga. Qattiq chiqaramiz. O'zimiz oddiy t emas, t. Harakatlar qo'yib ham yozinglar. To, tu. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha xayr.